Yurak urishi soatdek aniq bo'lishi uchun shu shirinliklarni yeng. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Bugun shirinliklar haqida gaplashamiz, ammo shakar bilan to'lib toshgan konfetlar yoki yurakni og'irlashtiruvchi shirin taomlar emas. Bular tabiatning mo'jizaviy sovg'alari, yurakni mustahkamlaydi, qon tomirlarini kuchaytiradi va hatto umringizni uzaytiradi. Yosh o'tgani sari yurakni parvarish qilish yanada muhimroq bo'lib qoladi, shunday emasmi? Tasavvur qiling, har kuni bir qoshiqcha yoki kichik bir bo'lak va siz 20liklaringizdagidek yengil his qilasiz. Bu mumkin. Bugun yurak uchun foydali shirinliklarni ochib beramiz, oxirida esa katta ajibot kutmoqda. Choyingizni tayyorlang, qalam qog'ozni chiqaring. Bu ma'lumot yuragingizni yangidan ishga soladi. 1. Asal, yurakning shirin ritmi. Birinchidan, asal. Bu oddiy shirinlik emas, balki yurak uchun tabiiy davo. Qadimgi Misrda firavnlar asalni hayotiy kuch sirlari deb bilishgan. Hatto mumiyalarni saqlash uchun undan foydalanganlar, chunki u hech qachon buzilmaydi. Vitaminlar va minerallar bilan boy, u qon bosimini tartibga soladi, yurak hujumlardan himoya qiladi va immunitetni oshiradi. Kuniga bir choy qoshiq asal yurak urishini barqaror qiladi, sizni misriy malikamiday his qildiradi. Piramida qurishsiz, kulgi. Uni choyingizga qo'shing, sovuq kunlarda ham yuragingiz issiq va mustahkam qoladi. Agar diabet kasalingiz bo'lsa, shifokor bilan maslahatlashing. Yurak muhim, ammo muvozanat ham shunday. 2. Dastgoh, agar-agar, yurak uchun bulutdek yengillik keyingi dastgohlar, ammo faqat agar-agar bilan tayyorlanganlari. Bu dengiz otlaridan olingan tabiiy jelatin, yurakka zarar yetkazuvchi yo'qlarsiz. Yod, temir va tolalar bilan to'la, u qon tomirlarini tozalaydi, yurak urishini muvozanatlashtiradi va hazm qilishga yordam beradi. Bu shirinlikni yeyish yurakni soatdek aniq uritadi, siz esa bulutdek yengil his qilasiz. Qadimgi Yaponiyada dengiz otlari yurak salomatligi va uzoq umr uchun qadrlangan. Bugun biz uni mazali dastgoh sifatida baham ko'ramiz. Kuniga bir yoki ikkitasi yurak uchun ajoyib sovg'a. 3. Qorongi shokolad, yurakning shirin uslubi. Keyin qorongi shokolad, kakao miqdori kamida 70 bo'lgan. Bu shirinlik antioksidantlar xazinasi, qon tomirlarini mustahkamlaydi, xolesterinni pasaytiradi va yurak hujumi xavfini kamaytiradi. Qadimgi mayyalar shokoladni xudolar ichimi deb atashgan, ular ichgan, biz esa bo'laklari bilan ta'minlaymiz. Kuniga bir stakan kofe bilan 1-2 bo'lak, yurak aniq uradi va kayfiyatingiz osmonga ko'tariladi. Mana hazil, qorongi shokolad yeng va o'zingizni shokolad fabrikasidagi Charlie kabi his qilasiz, ammo bir bo'lak bochka emas. 4. Olma, yurakning tabiiy soat mexanizmi. Keyingi shirinlik, olma. Bu oddiy meva emas, balki yurak uchun tabiiy soat. Qizil olmalar xolesterinni tushiradi, yashil qon bosimini tartibga soladi, sariq esa C vitamini bilan boy. Qadimiy hikmatda aytiladi, bir olma kuniga yurakni 10 yil yosh qoldiradi. Kaliy va tolalar bilan to'la, ular tomirlarni tozalaydi va yurakni barqaror qiladi. Kuniga bir yoki ikkitasini yeng, ranglarni aralashtiring, yurak shvetsar soati kabi uradi. Ko'p yeysangiz, yurak signal soati kabi jiringlaydi, kulgi. 5. Bananning, yurakning energiya urishi. Keyin, bananning. Bu shirinlik yurak uchun tabiiy energiya portlashi, kaliy, magniy va fosfor bilan to'la, insult va yurak hujumlaridan saqlaydi. Serotonin, baxt gormoni bilan bir banan yurakni uritib, quvonch bilan sakratadi. Qadimgi Hindistonda uni dono mevasi deb atashgan, chunki miya va yurak uchun foydali. Nonushtada birtasi yeng, yurak kun bo'yi soatdek ishlaydi. Haddan oshirmang, aks holda yurak marafonchi kabi yuguradi, o'rtacha miqdorda boring. 6. Yagona mevalar, yurakning rang-barang qalqoni. Keyingi yagona mevalar, qulupnay, malina, smorodin, ko'k mevalar. Bu kichkina shirinliklar yurak uchun kuchli zarba beradi. Antioksidantlar tomirlarni tozalaydi, yurakni mustahkamlaydi va qon bosimini barqaror qiladi. Slav qabilalari ularni yurak davolash mevalari deb atashgan. Bugun biz shirin attirma sifatida baham ko'ramiz. Bir hovuch yurakni silliq uritadi, kaloriyasi kam bo'lgani esa bonus. Kuniga bir oz yeng, yurak har urishida rahmat aytadi. 7. Kuzgu, yurak uchun kichkina kuch manbalari. Keyin, kuzgu. Bu kichkina marvaridlar katta ish bajaradi, zaharlarni chiqaradi, qon tomirlarini mustahkamlaydi va yurak urishini tartibga soladi. Qadimgi Yunonistonda jangchilar chidamlilik uchun kuzgu yeyishgan. Yuragingiz chempiondek his qilishni xohlaysizmi? Kechqurun bir hovuch yurakni soatdek barqaror qiladi va uyquni shirinlashtiradi. Tolasi hazmga yordam beradi, yurak va ichak birgalikda quvonadi.
8. Meva va yong'oq salati. Vitaminli ritm. Keyingi, meva va yong'oq salati. Yong'oqlar xolesterinni tushiradi, tomirlarni tozalaydi va yurakni hujumlardan saqlaydi. Mevalar tez energiya beradi. Olma, banan va yong'oqni birlashtirib koring. Qadimgi Rimda yong'oqlar uzoq umr sovg'asi deb atalgan. Kuniga 3 yeng, yurak aniq uradi. Hazil, yong'oqlar yurakni soatdek, miyani kompyuterdek saqlaydi. Ikkalasi ham zarur. 9. Donli panjaralar, yurak uchun tez yordam. Keyin, donli panjaralar, shakarsizlari. Vitaminlar, magniy va sog'lom yog'lar bilan to'la, yurakni quvvatlaydi. Tez ovqatni panjara bilan almashtiring, yurak silliq uradi va tomirlar tiniq qoladi. Qadimiy xalqlar donlarni hayot manbai deb bilishgan. Bugun biz uni mazali panjara sifatida ta'minlaymiz. Sumkangizda birini saqlang, yurak har doim vaqtida. Uy tayyorlangan yogurt, yurakning tinchlantiruvchi shirinligi. Keyingi, asal va yagona mevalar bilan uy tayyorlangan yogurt. Probiotiklar tomirlarni mustahkamlaydi, tabiiy shakarlar yurakni energiya bilan to'ldiradi va hazmga yordam beradi. Qadimgi Yunonistonda yogurt oq oltin, uzoq umr uchun deb atalgan. Kuniga bir piyola bahorning tiniq tongi kabi yurakni tinch uritadi. Yagona mevalar va asal qo'shing, ta'm va foyda 2 baravar ortadi. 11. Shakarni tark etish, yurak soatini yangilash. Endi shakar haqida. Uni tark eting, yurak yangi soatdek urishni boshlaydi. Dastlab charchoq yoki gazab his qilishingiz mumkin, ammo bu bir haftalik. Keyin, qon bosimi normallashadi, yurak kuchayadi va umr uzayadi. Bu shirinliklarni ishlating, toliq donlar, baliq va no'xat qo'shing, yurak 15 yil ko'proq uradi. Hazil, shakarni tark eting, yurak soatdek uradi, hamyoningiz esa konfeti pulini saqlab qoladi. Kulgi. 12. Ajibot, halva, yurakning shirin qirolligi va katta ajibotimiz, halva. Bu shirinlik yurak mo'jizasi, tomirlarni mustahkamlaydi, hujum xavfini kamaytiradi va qarishni sekinlashtiradi. Qadimgi Sharqda halva davolash taomi deb bilinishgan. Choy bilan birlashtiring, yurak mukammal uradi va kayfiyatingiz ertakdek bo'ladi. O'rtacha miqdorda diabet yoki oshqozon yalliglanishi bo'lsa, ehtiyot bo'ling. Kuniga 1-2 bolak yurak uchun sof sevgi. 13. Yurak urishini saqlang. Bu shirinliklar yurakni soatdek uritadi, ishonganingizmi? Qaysi birini sinab ko'rasiz? Agar shakarni tark etib, yurakni jonlantirgan bo'lsangiz, izohlarda hikoyangizni baham ko'ring. Ushbu videoni yaqinlaringizga yuboring, ularning yuraklari ham urisin. Uzoq umr, mustahkam yurak va cheksiz quvonch tilaymiz. Keyingi safargacha yuragingizga gamxo'rlik